Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayibona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz siygak bolalar, siyib chiqadigan bolalar haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida har qanday siydik yo'llari shamollashi, pochka shamollashi, siydik qop shamollashi, prostata shamollashlariga shifosi bor. Siyib chiqadigan bolalarga siyib chiqishiga sabab ko'proq onalarimiz nima deydi, e'tiborli bo'lishi kerak. Onalarimiz e'tiborli bo'lib vaqtida bolalarini shamollashini davolatsa, qovuq shamollashini, buyrak shamollashi bo'ladigan bo'lsa, shularni vaqtida davolatsa, bola siyib chiqmaydigan bo'ladi. Kelajakda farzandsizlik aziyati qiynamaydi. Farzandsizlik bo'lishni ham bir sababi shu siyib chiqqan holat. Yosh paytida ko'p siyib chiqadigan bolalarda farzand bo'lishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'z vaqtida e'tiborli bo'lib, farzandlarimizni vaqtida davolab, shamollashlarini yo'q qilsak, siyib chiqmaydi. Endi shu siyib chiqadigan kichik yoshda bo'ladimi, o'rta yoshda, hattoki maktabni bitirgan holatlarda, uylanadigan paytlarida, voyaga yetgan holatlarda ham siyib chiqish holatlari bo'ladi. Shu vaqtida davolanmagan bolalarda kelgusida katta bo'lib, vzrosniy bo'lgan paytda ham, katta bo'lgan paytida ham, voyaga yetgan holatda ham siyib chiqishlar kuzatiladi. Shuning uchun o'z vaqtida farzandlarimizga, yaqinlarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib, lecheni olib, farzandlaringizni, yaqinlaringizni sog'aytirishlaringiz mumkin deb tavsiya qilaman. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik ko'p layk bossanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Yuqori efirlarda aytib o'tganimdek, bitta laykingizga muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishib bo'lmaydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda davolanib turgan bemorlarimizga Allohim shifo berishini Allohdan so'raymiz va sog'lom insonlar hech qachon bemor bo'lmasin deb tilab qolamiz.